Ketdi 1 2 3. Ushab top part 1. Olijoligi gapinglar. Qo'rqyapman, bekinmacha. Bo'ldi. Xullas, o'yin shartini mayda kim kiritdi monetlarda? Kim yo'q. Xullas, hozir o'yinning shartini tushuntiraman. Mani qo'limga nimadir olib kelib, buyum yoki bir yeydigan narsa olib kelib berishadi. Men uni qo'lim bilan ushab, ko'zim yumuq holatda topishim kerak. Kimdir yonimda qolsin deb. Men. Men ilon beryapsizlar, meni pichillayapti. Ey. Ey, tegmanglar. Voy. Uni nima bo'lyapti? O'yinchoq lekin bilaman. Bunaqa og'iz bilan krokodil bo'lsa kerak, скорее всего, to'g'rimi? Da. Tingiramiz, nima beraylik? Evet, bilib, azizmi? Men bittaman, yagonamanda bittaman. Endi aziz navbatni men topib kelaman. Nima bu? O'zim ko'zingni ochsang ham topolmaysan, aziz. Yo'q, bu nima bu? Stipler. Ha, to'g'ri. Stipler? Stip? Mana yo'q. Hojatxonada ishlayman. Voy biling nima bu? Ko'rmayapman. Panda bu. Ay. Musirga soladigan, musir soladigan. Musirga soladigan. Men, shen. Nima bu? Biling. Ishtisi. 70-75 legenda. Bo'ldi, bildim bu nimaligini, buni nomini qayerdan bilaman? Mana qozon yuvgich. Qozon yuvmaydi, buni sterilniy kiyim yuvadi deb qo'y. 70-75 legenda var bir. 70-75 legenda. Askar. Ha, ana bu. Dushdan keyin kiyiladigan narsa bu. 1 2 3. Ha. Damashli o'yinchoq emas. Yo'q, o'yinchoq emas, damashli telefonmi deyapti. Damashli telefon, ha, lekin nima bu? Chimpa? Ayni. Globusmi? Da, молодец. Давай. Anaqa emasmi? Sichqonlarni tutadigan narsa. Olmaz pashana. Ochma. Sen nima aytding? Endi men aytasan, qo'lini yopishtirish kerak edi.